Lor praktikum bu o'zini hurmat qilib olgan shifokor o'rganadigan praktika. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Navbatdagi Lor Pro praktikum o'qishini boshlanishiga ozgina kunlar qoldi. Ushbu o'qishimiz 5-maydan 10-maygacha bo'ladi. 6 kun davom etadi. Hammasi jonli ravishda bo'ladi. Ushbu o'qishimizni Lor sohasini endi boshlagan yoki bo'lmasam operatsiyalarda o'ziga ishonch bo'lmayotgan shifokorlarga bag'ishlangan. O'qishimiz yo'nalishi 6 ta bo'ladi. Rinoplastika, face operatsiyalari, otoxirurgiya, dakriorinologiya, yurak va umumiy operatsiyalar. Barcha o'qishlarimiz yuqori malakali shifokorlar tomonidan amalga oshiriladi. Joylarimiz soni cheklangan. O'qishimiz oxirida shifokorlarimizga sertifikat taqdim etiladi. To'liqroq ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu praktikumda eng menga yoqqan tomoni ham teoretik, ham praktik tomonlari bor ekan. Imенно teoriya qismidan keyin sirazi operatsiyada o'sha narsalarni sirazi ko'rib, amalda qo'llashga o'sha assistent bo'lib, yordamlashib